Qo'shtepa tumanida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida Loyson mahalla fuqarolar yig'inida tomorqalarni sug'orish tizimini yaxshilash uchun bitta suv qudug'i qazish ishlari boshlangan. Mahallaning Sorbon ko'chasida 120 ta xonadon bo'lib, 500 nafar aholi istiqomat qiladi. Aholi tomorqalarini sug'orish uchun muammolar mavjud edi. Uzoq masofadan suv olib kelish masalasi bo'yicha aholi murojaati Uzcharim sanoat uyushmasi hamda tuman ishchi guruhi tomonidan o'rganib chiqildi. Natijada qisqa vaqt ichida mahallada suv qudug'ini burg'ulash ishlari boshlandi. Agar bu xayrli tashabbus amalga oshsa, aholi tomorqalari to'liq suv bilan ta'minlanishi kutilmoqda. Shuningdek, hududda ishchi guruhlari tomonidan bahorga obodonlashtirish va yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ishlar boshlab yuborildi. Mahalla ariqlari tozalanib, beton qoplamalar yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni kunda mahallada 5 ta tepa, 120 ta beton tayanch o'rnatish va 5 kilometr sim kabel tortish ishlari boshlangan. 1.3 kilometr ichki ko'chalarni asfaltlash rejalashtirilgan. Mavzuni tumandagi namuna mahalla fuqarolar yig'ini misolida davom ettiramiz. Mahallada ikkita sug'orish tizimi suv qudug'ini qazish uchun 1 milliard so'm mablag' ajratilgan. Hozirda quduq qazish ishlari boshlangan. Dastlabki quduqdan suv chiqarildi. Namuna mahallamizda ayniqsa yoz-kuz faslida sug'orishda juda katta muammolar bo'layotdi. Rahmat, bizga xuddi shularni hisobga olib, mahallamizga hozir ikkita sug'orish quduqlarini kavlash rejalashtirilgan. Hozir bitta quduqda kavlab suv chiqdi. Ikkinchisini mana dastgohlar o'rnatishyapti. Bularni ham hozir quruvchilar va'da berishyapti. 3 kunda chiqarib o'rnatib berib ketamiz deyapti. Agar bu suvlar chiqib ishga tushib qoladigan bo'lsa, bizni namuna mahallamizdagi 250-300 ta xonadonimiz suv bilan to'liq ta'minlanadi. Sug'orish tizimidagi suv bilan. Agar ikkita skvajinimiz ishga tushib suv chiqarishni boshlagandan keyin mahallamizdagi 42 gektar aholi tomorqasi 100% suv bilan ta'minlanadi. Shuningdek, mahallaga 2 ta tepa o'rnatish, 8 kilometr sim kabel tortish, 242 ta beton tayanchlar, 200 metr ichki ko'chalarni asfaltlashtirish rejalashtirilgan. Yurtimizda kambag'allikni qisqartirish mamlakat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Amalga oshirilayotgan sa'y harakatlarning barchasi aholi turmush farovonligini yanada yuksaltirishdan iboratdir.